Rahmat. Assalomu alaykum hamqishloqlar. Mana bugun bizni mana shu masjid mazorimizda juda katta hashar bo'lyapti. Bu yerda mana o'zimizning Xitoy xalqi, Yangobod xalqidan juda ham katta yigitlar mehnat qilishyapti. Avvalambor mana shu yigitlarimizni hammalarini boshi og'rimasin. Rahmat. Ilohim amin. Mana shu mehnat qilyapti. Yahyoga ham rahmat. Katta ishlar rahmat. hammasi Yahyoning boshchiligida bo'lyapti. Boshimizda turgan mana shu Yahyo bo'ldi. Bu ishlarni hammasini. Meni boshi og'rimasin. Xalqimizga hammasiga omad tilayman. Mana shu yerda yotgan mu'min musulmonlar joylari jannatda bo'lsin. Tiriklarimizni hammasini umri uzun bo'lsin. Ishlarini rivojini bersin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Bundan keyin mana shunaqangi ishlarimiz davom etaversin. Yigitlarimizni kuch-quvvat beraversin. Alloh rahmat. Hammaga rahmat. Mana Yahyoga ham rahmat. Sizlarga rahmat. Mana mahalla tomponlariga rahmat. Mana Filipga hammalariga rahmat.